Markaziy bankda bu qarordan keyin siz kredit to'lovlaringizni 6 oydan 10 oygacha uzaytirishingiz mumkin. Xullas, gap nima haqida? Gap kredit ta'tilini olish haqida. Qaranglar, bir boshdan tushuntiraman. Birinchi bo'lib kredit ta'tili kimlarga beriladi, qancha muddatga beriladi va bu tartib qachondan boshlab joriy qilinadi. Birinchi bo'lib kredit ta'tili 2 oy va undan ortiq mehnatga layoqatsiz bo'lib qolgan fuqarolarga, ya'ni sog'lig'i bilan bog'liq qanaqadir jiddiy muammosi bo'lgan fuqarolarga ajratiladi. Ikkinchi bo'lib esa ishsiz deb e'tirof etilgan, ya'ni kredit olgandan so'ng qanchadir muddatdan keyin ishini yo'qotganda va ishsiz deb davlat ro'yxatidan o'tgan insonlarga beriladi. Uchinchi bo'lib esa homiladorlik yoki bola tarbiyasi uchun ta'tilga chiqqan insonlarga ham kredit ta'tili beriladi. To'rtinchi holat esa o'zi yoki yaqin qarindoshlari birinchi yoki ikkinchi guruh nogironligini olgan bo'lsa ham bunday insonlarga kredit ta'tili ajratiladi. Beshinchi va oxirgi holat esa hayotda kutilmagan og'ir vaziyat, ya'ni og'ir moliyaviy holatga tushib qolgan insonlarga ham kredit ta'tili ajratiladi va kredit ta'tili odatda 6 oydan 10 oygacha ajratiladi va siz kredit ta'tilini olish uchun quyidagi, ya'ni yuqorida sanab o'tilgan asoslarning barchasi bankka hujjatlashtirilgan ko'rinishda taqdim etilishi kerak va bu tartib 2026-yilning 24-yanvaridan amalda joriy qilish boshlanadi. Bu videoni kredit ta'tiliga ehtiyoji bor yaqinlaringizga yuborib qo'ying hamda obuna bo'lib qo'ying, chunki biz doimiy ravishda shunga o'xshash foydali, xalq uchun kerakli bo'lgan qarorlarni sodda qilib tushuntirib boramiz.